Meni bitta falsafam bor. Sifatli ishlab chiqarish bo'lsa, bo'ldi, pul keladi. Oilamdan ham ko'ra ko'proq mana shu yerda umrim o'tadi. 10 yil, 12 yil bu kichkina muddat emas, qisqa muddat emas. Pulni orqasidan ketmayapman. Men bilaman pul meni orqamdan keladi. Chunki men sifatga talabgorman. Ben 1989-yilda Turkiyaning Adana shahrida ilk bor ishlab chiqarishni boshladim. Plastmassa sohasiga esa 89-yildan keyin Istanbulda plastik sohasiga kirdim. Plastik sohasida ishlab chiqarishni boshladik. Har xil panellar, texnik profillar ishlab chiqarardik. 2002-yilda bir-ikki do'stimning tavsiyasi, maslahati bilan O'zbekistonga keldim. O'zbekiston bozorini o'rgandim. Men bu yerda investitsiya qila olaman dedim. Ko'pchilik menga, bu bozorda juda qiynalasan, hech kim plastik haqida hech narsani bilmaydi deganida, men bu tavakkalchilikka qo'l urdim. O'zbekiston plastik quvurlarni PPRC deb ataladigan plastmassa polipropilen random copolimer quvurlarni asosan Turkiyadan olib kelardi. Turkiyada mashhur firmalar bor-ku, Fırat, Kalde, Sanika, Hakan kabi o'shalardan sotib olib kelishardi. Men buni bemalol qila oladigan mahsulot edi. Random copolimer deganda albatta biroz tartibsiz tuzilishga ega bo'lgan va bu tartibsiz tuzilish molekulalararo tortishish kuchini, molekulalararo zarbaga chidamlilikni, molekulalararo cho'ziluvchanlikni mukammallashtiradigan struktura haqida gapiryapmiz. Korxonamizda ayniqsa PPRC quvurlar guruhining barchasida yoki PPRC injeksion deb ataladigan PPRC quvur fittinglari ishlab chiqarishda butunlay polipropilen random copolimeridan foydalanamiz. 2006-2007 yillarda men O'zbekistonda birinchi bo'lib quvur ishlab chiqarishga qaror qildim. Bu yerda bunga juda katta ehtiyoj bor edi. Albatta bozorga chiqarganimizda boshida biroz ikkilanishdi. Keyin ko'rishsa, amaliyotda bu mahsulotning sifati juda ham yaxshi, zo'r ishlar qilyapmiz. Buni ko'rishgach, sekin-asta ishonch paydo bo'la boshladi. Biz bu sifatni Turkiya standartlaridan past emas, balki undan ham yuqori sifatda ishlab chiqarishimizni aytdik. Albatta juda yaxshi eslayman, ya'ni o'sha siz aytgan birinchi ishlab chiqarishni hech qachon unutmayman. O'sha uskunadan quvurlar chiqib kelayotganda men juda baxtiyor bo'lgan edim. Juda to'lqinlanib ketgandim. O günü hiç unutmayman. Evet, yani o gün bizim için heyecanlı bir gündü. 2014-yildan buyon mana shu Vero kompaniyasida faoliyat yuritib kelaman. Dastlabki kunlarda bir nechta shu ta'sischilarimizni tomonidan qo'yilgan nazoratdagi xodimlar va 25 ta ishchilar bilan ishlarni boshlaganmiz. Turkiya davlatidan kelgan, Xitoy davlatidan kelgan malakali xodimlar ularga o'rgatish ishlarini boshlaganmiz. Biz albatta 2014-yilda asosiy sohamiz, ya'ni quvur bo'yicha ishimiz 2006-yilda boshlangandan keyin 2014-yilda yangi sheriklik tuzilmasini yaratdik. Yangi sheriklik. Bu sheriklikda men juda yaxshi ko'radigan, yillardan beri birga bo'lgan, hali ham 20 yillik sherigim bo'lgan Abdulaziz aka bilan birga Jizzax shahrida bu ishni qilishga qaror qildik. Birinchi dastlabki kunlarda qanday bir qiyinchiliklar, qandaydir muammolarni bosqichlardan ham o'tdik. O'sha kunlarda kadrlar yetishmasligi, xodimlarimizning malakasi hali kamligi, ishlab chiqarishda nuqsonlarning bo'lishligi bizlarda ko'p bir tashvishlarga solardi. 2015-yilda esimda 2014 va 15-yil orasida zarar ko'rgan edik. Lekin 2015-yilda biz odamlarga bir narsani o'rgatdik. Sifatni o'rgatdik. Sifat bo'yicha mana shu ishni qildik. Aytdikki, birinchidan eng yaxshisini ishlab chiqaramiz. Men o'z ustalarimga bir gapni aytaman. Har doim aytadigan gapim bor. Sen bozordan borib quvur olmoqchi bo'lsang, fitting olmoqchi bo'lsang, qanaqa sifatda xohlasang, uyingga qaysi birini olib borib o'rnatadigan bo'lsang, o'shani ishlab chiqar. Sifatlisini ishlab chiqar. Menga foyda keltirma. Menga foyda keltirmoqchi bo'lsang, sifat bilan keltirasan. Men bundan ortig'ini aytmayman. Birinchisi va eng muhimi men uchun korxona samaradorligi va sifat nazorati tizimini yo'lga qo'yish edi. Ha, sifat nazorati tizimi bor edi, oldinroq o'rnatilgan, lekin juda samarali emasdi.
Biz bu samaradorlikka e'tibor qaratdik va laboratoriyadagi sinov qismlarini ko'paytirdik. Kunlik o'tkaziladigan sinovlar soni va nazorat davrlarini oshirdik va ularning kuzatiluvchanligi nuqtai nazaridan o'tkazilgan sinovlar va natijalarni raqamli formatda kuzatib boriladigan qildik. Mana hozirgi kunga kelib shunaqangi bir rivojlanish, shunaqangi bir o'sish bo'ldiki, 600 dan ziyod xodimlar mana shu yerda o'zini, oilasini boqib, rizqini topib, mana shu yerda kompaniyamizda faoliyat yuritib kelmoqda. Shu 12 yil davomida tajribalarimiz oshib, O'zbekistonda sifatli mahsulotlarni chiqarishlikka, mahsulotlarning turining ko'pligi, hajmining kattaligi bilan O'zbekistonda bir yetakchi kompaniyaga aylanganligimiz bizni xursand qiladi. Birinchi navbatda fabrikamizda 650 ga yaqin xodim ishlaydi. Jizzaxda, Veroda jami 650 kishi atrofida. 100 ga yaqin xodimimiz esa marketing, ya'ni savdo bo'limida ishlaydi. Endi men to'g'risini aytsam, oilamdan ham ko'ra ko'proq mana shu yerda umrim o'tadi. Ertalab kelamiz, kechqurun ketamiz. Ko'proq uyga borsak ham ko'pincha o'sha e'tibor korxonaga bo'ladi. Mana shu korxonamizdagi jamoa bilan biz har kuni birgamiz. Xullas shunday ahillik, hamjihatlik bor. Shuning uchun Vero oilasi, ya'ni Veronni shu darajaga olib chiqqan Vero oilasidir. Men bir oiladek izlayman. Eng og'ir yukni ko'taradigan ishchimizdan tortib, bozorda yugurib yurgan xodimimizgacha har birining o'z hissasi bor. Shu ma'noda ishchilarimizdan minnatdormiz. 10 yil, 12 yil bu kichkina muddat emas, qisqa muddat emas jamoaning shakllanishiga. Hozir juda ham bir ajoyib jamoaga egamiz. Hamma o'z ishini biladi, hamma o'z vazifasini biladi. Hamma o'zini vazifasiga mehr bilan, sadoqat bilan, bir mas'uliyat bilan yondashganligi uchungina biz mana shunday bir yutuqlarga erishib kelyapmiz. Agar siz bir davlatga yo'naltirilgan bo'lsangiz, u yerdagi talablarga qarab ish tutishingiz kerak. Biz har yili doimiy ravishda yangilik qilamiz. Hozirda taxminan 400 xildan ortiq mahsulot turimiz bor. Hozir yangiliklar bor. Bu yangiliklar faqat O'zbekiston uchun emas, dunyoning turli burchaklarida, Germaniyada, Italiyada, Xitoyda, Koreyada, turli davlatlarda, Yaponiyada biron narsa chiqadi. Biz buni ko'ryapmiz. Bunga befarq qolish ilojimiz yo'q. Bu modelni olamiz, modellashtiramiz, ko'ramiz. Agar u bizning yurtimiz, O'zbekistonimiz sharoitiga mos kelsa, darhol modellashtirib, qolpini o'zimiz qila olsak, o'zimiz qilamiz. Bizda qolip tayyorlash bo'limi bor. Biz xohlagan o'lchamlarda biror narsa kerak bo'lsa, o'sha zahoti o'sha yerda hal qilishadi. Misol uchun metal bo'yicha texnik chizma chizish kerak bo'lsa, yaxshi jamoamiz bor. Metal bo'yicha o'sha chizmani darhol dastgohlarda qolipga aylantiradigan zo'r jamoamiz bor. Agar bu qolipni juda tezroq qilish kerak bo'lsa, texnikroq narsa bo'lsa, buni Turkiyadagi professionalroq qolipchi do'stlarimizga yuboramiz. Ular ustida ishlaydi, kelishib olamiz. Ular qolipni tayyorlagandan keyin u yerda sinov o'tkaziladigan keladi. Kelajakda qanday texnologiyalarni joriy qilasizlar desangiz, birinchisi bu kuzatuvchanlik. Hozirda dunyodagi eng katta trendlardan biri hurlarning kuzatuvchanligidir. Atrof muhitga minimal darajada zarar yetkazadigan hur ishlab chiqarish va raqamlashtirish davrida aqlli bino tizimlariga bizning aqlli hur tizimlarimizni tayyor integratsiya qila olishimizdir. Buning ustida jiddiy ish olib boryapmiz. Sotuv, ishlab chiqarish va texnik bo'limlarimiz bilan birga boshqaramiz. Shu munosabat bilan 2025 va 2026-yillarda qoliplarimizni butunlay yangiladik. Bozorga yanada jiddiy va sifatli mahsulot taqdim eta boshladik. Inshaalloh shu 2026-yil davomida yig'ishdan tortib sinovgacha, germetikligacha hammasini avtomatlashtirishga o'tkazdik. Ya'ni bular Yevropa mahsulotlari, avtomatlashtirish tizimi butunlay Yevropa mahsulotlari. Italyanlar ham xuddi shuni ishlatadi, nemislar ham xuddi shuni ishlatadi. Biz ham endi xuddi shuni ishlatamiz. Menga doim aytishadiki, yaxshi ishlayapsizlar, bu pulni nima qilyapsizlar? Ha, ustoz, biz ishlayapmiz.
pul topyapmiz. Ha, topyapmiz, lekin topgan pulimiz cho'ntagimizga tushmayapti. Yo binoga sarflayapmiz. O'zbekcha aytganda qurilishga, yo yangi stanoklarimizga, yo qoliplarimizga, boshqa qayerga ham ketardi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax erkin iqtisodiy zonasidagi korxonalar faoliyati bilan ham tanishdi. Iqtisodiy zonadagi yana bir korxona Master Building Products mahsuloti cheklangan jamiyatida yiliga 3 million dona quvur va fiti mahsulotlari, qurilish materiallari tayyorlanadi. 600 ga yaqin ish o'rni yaratilgan. Rahmat, mana shu shuncha 600 ta odamga oylik beryapsiz, ishlatyapsiz, o'qityapsiz. Menga juda katta mana shu sizlardan bo'lgan eng katta yordam mana shu. 600 ta oilani boqyapsizmi, ular hozirgi siyosatga qayrg'oq, uni zona qaynayapti. Menga eng katta mana shu natija shu. Rahmat. Prezidentimizning tashriflaridan keyin albatta hamma tadbirkorlarga, qolaversa bizni kompaniyamizga ham ko'pgina e'tiborlar bo'ldi. Jumladan ayrim muammolarimiz bor edi. Buni hukumat rahbariyatiga murojaat qilganligimizda, masalan, eksport import operatsiyalarida bo'layotgan muammolar o'z yechimini, ijobiy yechimini topdi. Kompaniyamizda Markaziy Osiyoda tanilgan Vero brendini tanilganligi. Ko'ryapmiz, Qozog'iston, Qirg'iziston bozorlarida, Afg'oniston bozorida peshtoqlarida turibdi hozirgi kunda. Shu O'zbekistonda qaysi hududlarga borsangiz, Vero Group yozuvlarini ko'rishlik biz uchun quvonarli. Ya'ni Yevropa kirgan bozorda biz ham bormiz. Turkiya kirgan bozorda bormiz. Uzoq Sharq, Xitoy kirgan bozorda bormiz. 22 ta, 23 ta CNC keldi. Bular bilan ancha sifatli mahsulotlar ishlab chiqarib, O'zbekistonda shu ishlab chiqarilayotgan ekan degandan keyin bular bilan birga mana Turkiyaga kirmoqchimiz. Rossiyaga, Moskvaga mollarimizni olib bormoqchimiz. Undan keyin iloji bo'lsa Yevropaga kiramiz. Ya'ni bu borada juda iddaolimiz. Ya'ni biz bu bozorni faqat O'zbekiston atrofidagi bir nechta davlat bilan cheklab qo'ymoqchi emasmiz. Mana Yevropada, Turkiyada, Rossiyada bularni ham hammasi kirmoqchimiz. Hozir 6 ta davlatda bormiz. Doimiy ravishda bormiz. Vero siz uchun nimani ifodalaydi dedingiz-ku? Vero deganda hayolimga faqat bitta narsa keladi. Sifat. Boshqa narsa emas. Vero sifat, boshqa narsa emas. Vero foydalanuvchilarning hammalariga shuni aytaman. Kichkinagina shikoyatingiz bo'lsa ham bildiring. Bizning ishimiz sizga xizmat qilish. Rahmat aytaman.